Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'ling. Ertaga O'zbekiston hududida yana qorli va yomg'irli kunlar boshlanadi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet 9-mart kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir qorga aylanadi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.